Ulamolar nazdida vaqtning qadri kitobi mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Muallif Abdulfattoh Abu G'udda. Kitob 147 betdan iborat. Ushbu kitob islom olamida ilm ahllari nazdidagi vaqtning qadri xususida fikr-mulohaza yuritishga bag'ishlangan. Kitobda o'tgan ulamolarimizning vaqtlaridan unumli foydalanganlari va shu tufayli ulkan hajmdagi asarlar yozganlari misollar bilan bayon qilib berilgan. Ushbu kitob o'quvchini vaqtning qadriga yetishga, o'zi, oilasi, el-yurt va vatani uchun foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishga targ'ib qiladi. Inson har tong yangi kunni qarshi olar ekan, uning ixtiyoriga 24 soat vaqt beriladi. Bu unga har kuni beriladigan 1440 daqiqa yoki 86400 soniyalik fursatdir. O'tayotgan vaqtimiz haqida o'ylab ko'radigan bo'lsak, soat millarining chiqchiqlari aslida aziz umrimizning to'xtovsiz parchalanib ketayotgan onlari ekanini his etamiz. Ushbu onlar bizning yaxshi yo yomon amallarimizga guvoh bo'lib o'tib bormoqda. Vaqtga e'tibor muhim bo'lganidan dinimizda ko'plab toat ibodatlar aniq vaqtga xoslab qo'yilgan. Masalan, bir kunda ado etish lozim bo'lgan 5 vaqt namozga alohida vaqt tayin qilingan. Ro'za tutish ham aniq vaqtga xoslab qo'yilgan. Haj ibodatini ado etish ham aniq vaqt belgilab qo'yilgan. Qurbonlik qilishning ham aniq vaqti mavjud. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. O'rtacha 75 yillik umr tahlil qilib ko'riladigan bo'lsa, asosiy vaqt nimalarga sarflanishi yaqqol namoyon bo'ladi. 15 yil atrofidagi vaqt bolalik va o'smirlik bilan o'tadi. Qolgan 60 yil agar bir sutkada 8 soatdan uxlansa, 20 yil umr uyqu bilan o'tadi. Agar bir sutkada 8 soat kasb-kor bilan mashg'ul bo'lsa, 20 yil umr ishlashga sarflangan bo'ladi. Agar bir sutkada 3 mahal ovqatlansa, har ovqatlanishga yarim soatdan vaqt sarflansa, 3 yil va 9 oy umr ovqatlanishga ketadi. Qolgan 16 yil umr ibodat, oila va shu kabi hammaning o'zi yaxshi ko'rgan mashg'ulotlariga sarflanadi. Imom Buxoriy sahihlarida quyidagi hadis keladi. Alloh taolo ajalini kechiktirib, yoshini to 60 yilgacha yetkazgan kishiga uzr uchun o'rin qoldirmagan. Ya'ni ushbu uzun muddatli umrni unga muhlat qilib berish bilan uning uzrini ketkazibdi va o'zini oqlashiga biron bir bahona qoldirmabdi. Buxoriyning yana bir hadisida 2 ne'mat borki, ko'p insonlar ulardan bebahra qolishgan. Ular sog'lik va bo'sh vaqtdir. Demak, bu 2 ne'matni isrof qilib bebahra qoladiganlar ko'pchilikni tashkil etar ekan. Keling, o'tgan solihlar olimlarning vaqtdan unumli foydalanishlariga oid misollar keltiramiz. Tobiin Omir ibn Abu Qaysga bir kishi men bilan gaplashing deganda, Omir unga quyoshni to'xtatib tur, sen bilan gaplashaman degan. Chunki har bir vaqtda qilinishi lozim bo'lgan amal bor. Hasan Basri, ey odam bolasi, sen kunlardan iboratsan. Bir kun o'tsa sening bir bo'laging ketgan bo'ladi. Nahv olimi Salab agar biror joyga chaqirilsa, o'zi bilan dars qilib o'qiydigan kitobini doim o'zi bilan olib borgan. Ibn Jarir 30 ming yaroqdan iborat Qur'on tafsirini yozganida do'stlari unga bu kitobni o'qishga umr yetmaydi deyishganida uni 3000 varoqqa tushirgan. Buyuk astronom, matematik olim, tarix, lug'at va adabiyot sohalarining yetuk bilimdoni Abu Rayhon Beruniy o'zlashtirishi keng va umumiy ishlarga yuksak mavqeda bo'lishiga qaramasdan ilm tahsiliga qattiq kirishgan. Kitoblar tasnif etishga astoydil berilgan edi. Abu Rayhon Beruniy vafoti etish arafasida nafasi siqilar, yoshi 78 yoshda edi. Faqih Abul Hasan oldiga ko'rgani borganida meros masalasida savol beradi. Faqihning unga rahmi kelib, shunday holatda hamma deydi. Beruniy esa, ey, menga qara, dunyoda ushbu masalani bilib ketganim, uni bilmasdan ketganimdan yaxshiroq emasmi deydi. Keyin bu masalani yodlab olib, yoddan aytib beradi. Abu Rayhon Beruniy 5 tilni, arab, iryoniy, sanskrit, fors va hind tillarini mukammal egallagandi. Bu zot falakiyot, tibbiyot, matematika, adabiyot, lug'at, tarix va boshqa sohalarda 120 dan ortiq asarlar yozib qoldirgan. Ibn Aqil vaqtdan yutish uchun non o'rniga ilitilgan talqonni tanlagan. Chunki nonni chaynashga vaqt ketgan. U kishi 8 jilddan iborat Funun kitobini yozgan edi. Faxriddin Rozi 200 ga yaqin risola yozgan. U kishi ovqatlanish vaqtida ilm bilan mashg'ul bo'la olmay qolishdan afsuslanardi. Ibn Sukayna uydan ko'p chiqmas, oxiratlari uchun manfaatli bo'lmagan davralarga qo'shilmas, hattoki salomlashishga qo'shimcha biror gapni qo'shmanglar derdi. Vaqtni g'animat bilishga yordam beradigan omillarga keladigan bo'lsak, asosiylari sifatida quyidagilarni aytish mumkin. Birinchi, imkon qadar yolg'iz bo'lish. Ikkinchi, odamlar bilan ko'rishganda salomlashish yo eng muhim ishlar bilan kifoyalanish. Uchinchisi, kam yeyish, chunki ko'p yeyish uzoq uxlashga va kechani zoyi ketkazishga sabab bo'ladi. Har bir amalni munosib vaqtga taqsimlash maqsadga muvofiqdir.
Yengil ishlar, masalan, nusxa ko'chirish, yengil mutolaa qilish kabi ishlarga zehnning sof va to'liq uyg'oq bo'lishiga ehtiyoj sezilmaydi. Qiyin va og'ir masalalarni yechish, yozuvlarni tuzatish kabi to'lig'icha zehnlar musaffo bo'lgan vaqtlarni, sahar, tong va subh vaqtlarini tanlagan ma'qul. Yodlash uchun eng yaxshi vaqt sahar payti, undan keyin kunduzning yarmidagi payt. Yodlashga qorin och bo'lishi, past bo'lmagan, qalb chalg'imaydigan, o'yin-kulgidan uzoq bo'lgan joylar bo'lsa juda ajoyib. Farobiy ko'pincha yolg'iz bo'lar, suv to'planadigan joylarda yo so'lim bog'larda bo'lardi. O'sha joylarda kitoblarini yozardi. Qachonki ilm olishga inson charchab, bo'shashib qolsa, nafsiga bo'ysunib dars qilishdan to'xtashi durust bo'lmaydi. Balki bo'shashishni muolaja qilishi va to g'olib kelgunicha charchashga qarshi kurashishi kerak. Ana shunda bo'shashish va malollik ketib, tetiklik va dadillik keladi. Bo'shashish va malollik quyidagi amallar bilan ketkaziladi. Saqich chaynash, xonadan tashqariga ochiq havoga chiqish, bir xonadan ikkinchi xonaga ko'chib joyini almashtirish, sovuq yoki issiq suv ishlatib yengil hammom qilish, yoqimli ichimlik ichish, yengil taomlanish, do'sti yoki birga o'tirgan kishilar bilan suhbatlashish, she'r o'qish, ovoz chiqarib kitob o'qish, o'tirish holatini o'zgartirish, yurish yoki yuqoriga chiqish, o'qilayotgan kitob yoki mavzuni almashtirish. Vaqtni g'animat bilishga yordam beradigan eng muhim narsalar sifatida quyidagilarni aytish mumkin. Ishlarni tartiblash, bekorchi va behuda o'tirishlardan uzoqlashish, barcha ishlarda ortiqchalardan voz kechish, vaqt va daqiqalarni qadrlaydigan, oqil, zakiy va tirishqoq kishilar bilan do'st bo'lish. Tarjimai hollari kishini rag'batlantiradigan buyuk allomalar haqida xabarlar o'qish, ilmiy yutuqlarga erishishda vaqtga e'tibor berish lazzatini tuyish, mutolaadan lazzatlanish, ma'rifat va xabardorligini oshirishda bardavom bo'lish, ma'lumotlarni tahqiq qilishda to'liq band bo'lish. Ey yigitlar, oladiganlaringni yigitlikda olib qolinglar. Ba'zilar kelajakda mashg'ulotlardan forig' bo'lib, halal beradigan har xil narsalardan qutulaman. O'sha paytda yigitlik kunlaridan ko'ra bo'sh vaqtlarim ko'proq bo'ladi deb xayol qiladilar. Lekin hurmatli do'stim, mushohada qilingan voqelik buning aksidir. Yoshingiz ulg'aygan sari mas'uliyatingiz ham ulg'ayib boradi. Tashvishlaringiz ko'payib, vaqt tobora cheklanib boradi. Toqatingiz oldingidan ko'ra kamayib boradi. Qarilikda vaqt tor va jism zaif bo'ladi. Sog'lom kam va tetiklik oz bo'ladi. Qilish kerak bo'lgan ishlar va mashg'ulotlar ko'p va qat'iy bo'ladi. Shuning uchun fursat borida umr soatlariga shoshilavering. Yigitlikda bajarilgan ishlarning natijalari ulug' bo'ladi. Yigitlik chog'ida qilgan ishlarimizdan lazzat olamiz. Afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda tolibi ilmlar saflarida aqliy dangasalik ko'paydi. Ularda shijoat va g'ayrat bilan dars qilish o'rniga lazzat va dangasalikni ustun qo'yish keng tarqalib bormoqda. Ko'ngilxushliklar va turli tuman ortiqcha ishlar ular uchun hayotiy maqsadga aylanib ulgurdi. Lazzatlar ketidan quvish ularning asosiy talablaridan biri bo'lib qoldi. Natijada dars qilish va ilm o'rganishlarga vaqtlari yetmay qolmoqda. Ilm maskanlarining ming-minglab talabalari yozgi ta'tilda 3-4 oyni uylarida o'tkazishadi. Otalari ular bilan bu uzun vaqtni qanday qilib jismlariga, aqllariga, xulqlariga va shaharlariga manfaat keltiradigan tarzda o'tkazishlari haqida savol-javob qiladilarmi? Ummatning yarmini tashkil qiladigan ayollar uylarida o'tiribdilar. Ular bo'sh vaqtlarini qanday o'tkazishmoqda? Vaqtni asrash kerak. Bu bilan barcha vaqtni amal bilan to'ldirish kerak. Hayot to'lig'icha jiddiylik va qat'iylikdir. Undan umuman rohatlanish va ko'ngilxushlik yo'q. Unda qovog'ini solish bor, kulgu tabassum yo'q demoqchi emasman. Bu so'z bilan bo'sh vaqt ish vaqtiga oshib o'tmasin. Bo'sh vaqt hayotning asli bo'lib, ish vaqti uning xoshiyasi yoki chekkasi bo'lib qolmasin demoqchimiz. Vaqt hayot demakdir. Vaqtni yo'qotish hayotni yo'qotishdir. Uzun vaqtlarini narda, turli o'yinlar va boshqa biron behuda narsalarga sarflayotganlar, yoshlarning aql rozi bo'ladigan maqsadga qilayotganlari yo'q. Shuningdek, qahvaxonalar, klublar va yo'llarda tentirab yuradiganlar ham vaqtni qanday bo'lsa-da yo'qotish paydalar. Go'yo vaqt ularning dushmanidan biri. Afsuslar bo'lsinki, ko'pchilik aqllariga ozuqa bo'lishi uchun yengil lentalarni va saviyasi past yangiliklarni o'qishning o'zi kifoya qiladi deb hisoblaydilar. Ularda yozilgan taklif etilgan narsalarni mutlaq qabul qilishib, aqllarini lazzatlantiradilar. Vaholanki ular aqllarni susaytiruvchi yo jinsiy mayllarni uyg'otuvchi narsalardir. Xolos, ozgina sabr va quvvatli iroda ta'lim oluvchi jiddiy narsalar qilishiga va foydali narsalar o'qishiga sabab bo'ladi. Ushbu so'rovni o'zingizga doim shior qilib oling. Bo'sh vaqtimda nima qildim? Sog'lig'imni tikladimmi? Yo mol topdimmi? Yo ilm o'rgandimmi? Yo o'zimga yoki boshqalarga naf keltirdimmi? Jamiyatimizdagi insonlar hozirda hayot kechirishlari lozim bo'lgan yashashning o'ndan birini yashamoqdalar, yoki bundan ham ozroq.
Bu moliyaviy ishlab chiqarishda bo'ladimi, aqliy madaniyatda bo'ladimi, yo sihat salomatlikda bo'ladimi, baribir hayotlarining qolgan qismi dangasalik va xavfsizliklar orasida yo'q bo'lib ketmoqda, yoki behuda o'yinlar, o'yin kulgular bilan yo'qotilmoqda, yoki hech narsa qilmasdan boy berilmoqda. Vaqtli yashashlari uchun yetishmay turgan narsa vaqtni to'ldirish yo'llarini o'rganishlari hamda uni shariat va aql hukmiga bo'ysundirishlaridir. Ketgan vaqtni, o'tgan zamonni qaytara olmaymiz. Shunday ekan, vaqt oltindan ham, olmosdan ham qimmat turadi, chunki u hayotdir. Muvaffaqiyat qozonish faqatgina biror bir makonga ham, biror bir sharoitga ham bog'liq qo'yilgan emas, lekin xuddi shunday munosib lahzaga bog'liqdir. Ey aziz do'stim, vaqtni g'animat bil. Vaqt qilich kabidir. Yetar, bo'ldi endi. Keyinga qoldirishni tashla. Undan ko'ra zararliroq narsa yo'q. Ushbu ulamolar nazdida Vaqtning qadri nomli kitobidagi mana shu xulosalarni keltirib chiqardik. Lekin kitobda keltirilgan islom olami ulamolarining qay darajada vaqtdan unumli foydalanganliklari haqida batafsil bilib olish, oldindan qimmat vaqtimizni g'animat bilishimiz uchun tavsiya va namunalarni bilib olish uchun ushbu kitobning o'zini o'qishingizni tavsiya etamiz. Ushbu kitobni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib do'stlaringizga ushbu ilmni ulashing. Yana qanday kitoblar haqida bilib olmoqchi bo'lsangiz, izohda yozib qoldiring.